Qizlar, men qizil loviya pishiryapman. Suvda отдельно qaylatib olasizlar-da. Yorilishiga ozgina qolganda, sal qattiqroq bo'lganda, yumshoqroq qattiq bo'ladi. Yorilishiga ozgina qo'yib, o'shanda olib olasizlar-da. Bu yoqdan kartoshka, piyoz, o'sha pomidor, nima qilib bor. Quyuq sous bor-ku, kartoshka dimlanadi. Ana o'shaga cho'lida bundan olib, suvdan olib, unga solib dimlab qo'yasizlar. Go'shtsiz qilsanglar ham вообще shirin chiqadi, mazali baquvvat ovqat bo'ladi. Chunki bu qizil loviya, tillarim kelishmaydi. Qizil loviya, короче, go'shtni kaloriyasini o'rnini bosadi. Juda ham kaloriyasi kuchli. Olparilarim, boyagi qizil loviya pishdi. Faqat boshqa narsa chalg'igunicha chut-chut yorilay debdi mana. Lekin mana holatda bo'ladi-da. Bunda qilsangiz bo'linadi. Tushunasizmi? Ochilib ketgan bo'lishi kerak emas. Men buni kartoshkalar dimlaganda, ovqatli kartoshka dimlaysizlar, shunga qo'shib yubordim. Endi men boshqacha qilib ko'rmoqchiman. Ya'niki mana kartoshka archamanda, parre ingichkaroq qilib to'g'rab, uni qizil xrustyashi bo'lguncha qovuraman. Yog' ichidan chiqarib olaman-da. Yog'ini ozgina olib tashlab, piyoz qovuradigan darajada qoldirib, piyozni qizartiraman. Keyin boyaga qizargan kartoshkani tashlayman, men bu loviyani tashlayman. Aralashtirib 5-10 minutga dimlab qo'yaman. Qanaqa chiqarib keyin. Yengilliklar kirchi yaxshi ko'raman xullas. Olparilarim, mana kartoshkani qovurdim. Men kartoshkani отдельно ko'proq yog'da qip-qizil qilib xrustyashi qilib qovurib oldim-da. Piyozni отдельно skоворodkada qizartirib qovurib oldim va ikkalasini aralashtirdim. Mana boyaga pishgan loviya, o'shani xohlasanglar полностью o'sha ovqatga, men bu ovqatga aralashtirib ovqat qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ustiga sepib yesanglar bo'ladi. Men endi как restoranskiy qilib ustiga sepib yemoqchiman. Shunaqa qilib. Buni o'zini bunday yesanglar ham shunaqa mazali loviya. Mana. Aralashtirib tashlasanglar ham bo'ladi. Xullas, kartoshka qovurilayotganda tuz solingan, piyoz qovurilayotganda tuz solingan, loviya qaynatilayotganda tuz solingan. Hammasiga pishish jarayonida tuz solingan. Qilib ko'ringlar, menga juda ham mazasi yoqdi.